Merhaba bulaşlar, sizlar bana Xurshid Game ve men grip bo'lib qopman. Bek Vijvaniya qilganimiz ko'rib uydagilar chaqirdi va ketib qoldi uy. Ketib qoldi. Ko'rib turganingizdek. Shunday men nima qilishni bilmayapman. Tak sal bunaqa narsani qilaylik. Oba. Uydagilar chaqirib olgan, Bekni takdirimiz almashgan, oldingidek xushchaqchaq emas. Men gripman, nima qilishni bilmayman. Bugungi videoda nima qilishni ham bilmayapman. Bugun videoni ko'ramiz, qanaqa bo'lar ekan. Yo'qsa like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Janob mer. Manisa, Nima qilyapsiz? Zerikdim men ham. og'zing negadir boshqacha. Gripmisan deyman. Ha, grip edim. Nimaga? Endi so'radim-da, ovozi boshqacha ekanligiga. Ha, mayli. Nima qilyapsiz? Hujjat bilan band edim. Senchi? Men video olayotgandim anchadan beri. Men o'tdi yo'q, men bitta narsalar yo'qolib qoldi. Oradan axir 5 yillar o'tib ketdi-yu. Ha, aytma. Artur ko'rinmaydimi negadir? Ha, Artur ko'rinmayapti anchadan beri, kelmayapti ikkinchi jahon urushidan. Meni ham chaqirmadi negadir ikkinchi jahon urushiga, hayronman. Bilmadim, chaqirib qolar. O'shanda gaplashamiz, men chaqirarmikan so'rab ko'rdim Arturdan. Bilmadim, janob mer, narigi mer nega o'zi ketib qoldi, bilmaysizmi? Yo'q, bilmayman, nega? Narigi janob mer yaxshi-da, xushchaqchaq, zo'r edi. Aytgancha. Ha, men fermanga qaradingmi? Fermamga qaradim, nega? Qaradim, bor tezroq fermanga. Nima meni o'zimga gapirdingiz? Endi bir o'xshatib ko'ray dedim-da, nima mumkin emasmi? Sal g'alati bo'lib qoldi-da, bilmay qoldim kim gapirganini, ongim tushmay qoldi. Ha, bo'pti, mayli, bor fermanga qara, keyin gaplashamiz. Bo'pti, janob mer. Do'stlar, janob mer meni o'zimga gapirdi, nima qilib tushunmay qoldim men. Agar tushungan bo'lsalaringiz kommentda yozib qoldiringizlar. Tak. Men bitta ketmoqman ikkinchi. Do'stlar, sal hayajon bosyapti endi. Anchadan beri video olmadim, chiqmay qoldi. Endi tushunasizlar, qiyin bunga ham. Oson emas. Tak, fermaga qarash kerak. Bitta ham emas, ikkita ferma yana. Timoliy gripman, suvga tushkum kelmayapti umuman. Yuramiz. Suvga umuman tushkum kelmayapti. Obbo. Suvga tushmasin degan qani. Oba. Tek olamiz ana. Sizlarning fillar. Bir qatorga polni sabzi ekanmiz-da, bitta огородga do'stlar, keyin ana unaqa. Qolganiga kartoshka ekamiz. Oba. Chunki o'zi bitta shunaqa. Endi qiyin bo'lmasligiga shunaqa qilyapman-da do'stlar, meni ham tushunasizlar. Bugungi video bilmadim, keyingi video iPhone negadir qotyapti kamerasi. Keyingi videoda qanaqa bo'lishini yo kommentga yozinglar, chunki meni kallamga hech qanaqa g'oya kelmayapti. Shortsga ham aytdim do'stlar, shunaqa video olaymi yo'qmi dedim. Sizlar yozmadilaringiz yoki kommentga qaramayapman, chunki vaqtim bo'lmayapti. Janob merga borishim kerak edi do'stlar. Boshim og'riyapti, gripmanda. Janob mer. Nima deysan? Olib keldingmi? Nima shunaqa narsalar sotasizmi? Ha, sotaman, nima? Kerakmi? Yo'q, endi. Bitta nimada Emerald $2 mi? Ha, $2. Janob mer. Oling. Nimalar? Kartoshka, sabzi. Har doimgidek. Ha, bo'pti. Bo'pti janob mer. Bo'pti. Nima ikki tayyorlashding? Anaqa boshim og'riyapti janob mer, nima bo'layotganini umuman tushunmayapman. Bo'pti, xayr, bo'pti. Do'stlar, janob merni o'zi ham 2 marta tayyorlashdi-yu. Ha, nima deyapsan meni? Yo'q, sizga gapirmayapman. Sotuvchi brat ko'raylikchi. Ko'chib ketib qopti brat. Yaxshi edi, hazillashib. Do'stlar, nimada to'xtagan edim, boshim og'rib qoldi. Voydod. Ketmonim tashib chiqay. Qaydadir eshik yopildim do'stlar. Endi
Qaysidir lekin eshik doq etib bilan yopibdi. Estib bilib olib o'zim bilan. Narsalar. Bek yo'qda zerikyapman, afsus. Uydagilar chaqirdi. Menga bekka narsalar olib kelib qo'yaymi do'stlar. Lekin yaxshi ish bo'lardi, bekka narsalar olib kelib qo'ysam pulim ketadi, afsus. Pulim o'zimga kerak. Atrofni o'rganaychi bir. Tak. Bitta hech narsa yo'q. Bitta hech narsa yo'q. Ana 5 yil oldin ana edi. Devilni qamagan edik Artur bilan, shundan Devil ham ko'rmay qoldi. Qaytaman dedi, qaytmadi Devilning hayotini olish uchun bizga qanchadir like degan edi. So'rayapti. Hojitil, to'xta, Jitil, to'xta. Vanisa, nima gaping bor? Ana men buyoqqa tushamiz, ko'mirim bor ekan sotishga. Men ko'rsa o'ldiradi lekin. Men unaqa yomonliklarga tiqishtirmay aytib qo'yay. Yo'q, pul. Pulingni tiqvo, menga kerak emas vashi. Qara lekin. Menga baribir aytib qo'yay, meni bunaqa yomon ishlarga tiqishtirma. To'xta ko'raychi, bo'lmaydi. Yoqmadi menga. Bu qara zo'ru, ko'rmayapsanmi? Zo'r turibdi. Yur, kirak. Yo'q dedim, men tiqishtirma, bor, pashol, turag'ol. So'kma. Pashol yo'qol degani, tushundingmi? Jitil. Nima deysan yana? Video olishim uchun anaqa birorta g'oya ber. Masalan, Shunaqa serial olayim, qanaqa serial olay? men qayerda bilaysan, YouTuber bo'lsam, men prosta sotuvchiman. Nimalar sotasan o'zi? Kel, ko'r. Bitta bo'lmaydi bularni, to'g'ri, shunaqa demoqchisan, lekin men baribir sotaman bularni, pul keladi, pul. Itam olmasligim bilar ekansan, ichimdagi gapni ayting, xo'sh. Unday bo'lsa tur yo'qmayapsan o'zi. Normaliy gaplashaylik. Qanaqa gaplash kerak, nima urishasanmi? Xushaman, nima? Hazillashib. Qo'y. Xushmaylik. Bo'lmasa karlama. Og'ridi. Do'stlar, o'zicha kar qiladi, ya'ni urishsam deydi, urishaman desam, qo'rqyapti, ko'rasizmi do'stlar? Qo'rqoq. Terpilosum yozishim. Men buni almashtirishim kerak ekan do'stlar, keyinchi. Nima qilishni bilmayapman, zerikdim. Bek ketgan, Artur anchadan beri ko'rinmaydi, uyi ham qulf. Qiziq, notebook yonib qolib ketgan ekan, nechun baribir o'chira olmayman. Bir dengizni ko'rib kelaychi, qiziqyapman. Balki janob men o'sha yerdadir. Opa. Ketgan sababini aytmadi. Tun bo'lyapti do'stlar. Tezroq borib kelishim kerak, tun bo'lyapti. Daraxt sakrab. Kimdir qaytadir signal chaldimi? Lekin bu yerdan anchadan beri mashinalar o'tmayotgan edi. U bir taksi qaysidir videomda men uzoqqa tashib ketgandan meni ikkalamiz tashib ketganimizdan beri anchadan beri taksi kelmayotgan do'stlar, lekin tun bo'lyapti, mer yo'q. Men mashina do'stlar. Arturga aytingizlar. Qayerda, nega video chiqmayapti, sababini so'rangizlar, kommentga yozib qo'yingizlar Arturni. Bekam negadir anchadan beri ko'rinmayapti, ya'ni uyga ketgandan beri qalbim kelmadi. Do'stlar, men hozir do'konga borib kelaman-da, men buni uyiga deraza olib kelaman. Ikkita, keyin notebook, ikkita deraza va notebook. Hozir birinchi notebookni zakaz qo'yaylik. Do'stlar, notebook va boshqa narsalar kelgandan keyin videoni yoqaman, hozircha xayr. Men nihoyat kelyapman, soat 12 bo'libdi. Do'konga kelyapman, notebook zakaz qilmoqchi edim. Notebook do'konda tugagan ekan. Hammasi sotilib ketibdi, afsus. Endi notebookni kutish kerak. Qachon kelishini. Derazasini qo'yish kerak, uning uchun menga kirka kerak. Ana ishlatilmagan yangi. Ularni ishlatilgan deb anchadan beri grippim yotibman, YouTube'im esimdan chiqib ketib do'stlar. Hop. Agar keyingi videoda ham Artur kelmasa, o'sha keyingi videomda Artur debman. Bek uchun uy quramiz.
Yani aytgancha bek mendan katta, lekin video uchun izlashim uchun mayli degan. Keyingi videoda aka deb sizlar chaqirishim mumkin, chunki u mendan katta. Hurmat qilishim kerak. Artur meni bilan vashida teng. Sanarning hech narsa qilgan bechora bekni. Necha mayli endi yo bek keyingi videolarda ham sizlar o'tiraman. Katiga 2 dollarim qoldi. Ey do'stlar, bu degan tezim bitga teng. Shuncha pulim ketib qoldi meni. Ey. Shunda 16 ta izim 15 ta izim ketib qoldi do'stlar. Yo. Afsus do'stlar. Bekam yo'q, Artur ham yo'q. Agar keyingi videolarda chiqishni xohlasangiz, like bosing va obuna bo'ling. Agar mana shu videomda 50 ta like yig'ilsa, ya'ni 50 ta like yig'ilsa, men Artur bilan yangi serial chiqaraman. Bu gapimga javob beraman. Obuna bo'lishni unutmang. Agar 10 ta yoki 15 ta yig'ilsa, bek bilan chiqaraman. Gapimga javob beraman. Albatta men. Sizlar yig'izlar, men esa aytganim va'damni bajarib beraman. Keyingi videoda yoki bek uchun uy quramiz do'stlar. Ha, aynan bek uchun uy quramiz. Men esa pulga to'lasam, shuncha pulim qoldi desalaringiz, meni obunachilarim biladi qayerda pulim bor ekan. Mana men shuncha pulim bor. Men buni sotsam bekka o'zimda quydan 10 ta bersam bo'ladi, undan ham ko'p bersam bo'ladi do'stlar. Taykino qishloqlar videolarim ko'rib bilib qolsa, men tunab ketishadi, lekin tunab ketib men uyni to'liq pulini to'lamaganman do'stlar. Agar uyni to'liq pulini to'lasam, uy mening nomimga o'tadi. Agar to'la olmasam, uyni o'sha to'lagan pulim o'zimga beriladi. Keyin o'sha to'lagan pulimga men bunaqa uy sotib olsam bo'ladi. Attiga. Mana shunaqa nubskiy mashina olsam bo'ladi. Mana shu to'lagan pulimga uy. Boshqa iloji yo'q, bo'lmasa ijaraga yashayman, ijaraga qiynalaman. Agar pulim uxlatib ketsa, hammasi tamom do'stlar, bo'ldi, men pishdim. Buni mer juda yaxshi biladi. Narigi mer mayli unaqa deb berganda ozgina pulga, lekin bu mer uyni aniq narxini aytib, menga unaqa qilib berib, unaqa qilib qaraychi. Tushuntirarsiz, unga tezroq men pul topishim kerak. Pul to'lashim kerak. Lekin to'layim kelmayapti, chunki keyin yana borib, narxdan pul olib kelib olmasga, keyin men bu yoqqa tiqishga joy qolmaydi, keyin tunab ketishadi, dahshat ish bo'ladi. Shuning uchun men hozir videoni o'chiraman do'stlar. Bitta olmasimni boshqa yerga tiqib qo'yaman. O'zi meni tunab ketishsa, lekin unaqa bo'lmasin-da ish qilib tunab ketishganda kimdir baqiribdi. Ya'ni menga shunday eshitganman, balki sizlarga ham eshitgandir. Agar men tunab ketsa, mabodo men pulimni olaman-da. Ana shu olmascha olaman deb bittasini boshqa yerga yashirib qo'yaman. Do'stlar, agar meni mabodo tunab ketsa, o'sha olmasni olib kelib, men merga pulini to'layman. Men ham biladi meni. Imini pulim bo'lmagan payt pulini so'raydi. Bo'pti do'stlar, ishlaringizga omad. Menga ham obuna bo'ling, like bosing. Bugun to'g'ri ko'p so'radim, chunki obunachilar kam, videolar kam qo'yapman. Shuning uchun menga motivatsiya bo'lishi uchun like bosing va obuna bo'ling do'stlar, iltimos. Hatto bir prosmotr ko'p bo'lsin do'stlar, iltimos qilaman. Men agar shunaqa kam bo'lsa, menda motivatsiyam o'ladi. Menga hech kim yoqmaskan, ya'ni men hech kimga yoqmaskanman deyman. Bitta videoni 500 ta qanchadir odam ko'rgani uchun yana video chiqaryapman. Keyin birinchi oshganim 300 ni ichdirim, ikkinchisi 500 ta qanchadir do'stlar, obuna bo'ling va like. Do'stlar, shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizlarga addu rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling.